Qarang, men sizga trenddagi barcha sun'iy intellektli fotosessiyalarni mutlaqo bepulga oson tayyorlashga o'rgatib qo'yaman. Birinchisiga mana bu sevgan qizini portretiga qarab siqilayotgan yigit trendi. Ichimizda sevgidan kuyganlar ko'p. Shuning uchun bu rasmni ham tayyorlab ko'ramiz. O'zim oilali bo'lganim uchun bu rasmni Javan rasmi bilan tayyorlaymiz. Nima? Syntex AI saytiga kirib ro'yxatdan o'tamiz. Dizayn bo'limidan Nano Bananani tanlaymiz. Birinchi qiz bolani keyin o'zingiz rasmingizni yuklaysiz va men ko'rsatadigan mana shu promptni yozasiz. Tayyor. Ikkinchisiga ko'pchilik bolalarning armoni bo'lgan sevimli klubi o'yinchisi formasida rasm tayyorlaymiz. Rasmimizni yuklab mana shu promptni yozamiz. Tayyor. Bundan tashqari istalgan Nano Banana rasmlarni Syntex AI sayti orqali mutlaqo bepulga generatsiya qilishingiz mumkin. Qizlar uchun alohida va yigitlar uchun ham alohida mos bo'lgan juda ham ko'p rasmlarni, promptlarni men Instagram kanalimga yuklab qo'ydim. Bio orqali mana shu joyini bosib kanalimga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosish va menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.